aytadiyu Amerika narigi dunyoga o'xshaydi, borganda qaytib kelmaydi. Bankrotga uchragandan keyin hozir bu siz ikkinchi odamda hamma talabalar sari biz ish qidirishni boshlaganmiz. Generalniy direktori shu intervyu qilgan. Xatalab koreys tilini bilaman gapirdi. Men o'shani saksasini, ya'ni yutug'ini ildizida o'zbek bolalar bor deb o'ylayman. Bismillahirrohmanirrohim. Ya Alloh, mana qilayotgan suhbatlarimizni o'zing xayrli, barakotli qilgin. İnsanlar hammasi ko'rib, ularga manfaatli bo'lib, ko'rgan vaqtlarga Alloh o'zing rozi qilib, hammamizni o'zing qalbimizdagi ezgu niyatlarimiz bor, o'sha niyatlarimizga o'zing yetkazgin. Alhamdulillah. Assalomu alaykum hurmatli aziz qadrdonlar, vatandoshlar. Yana uzoq vaqtdan keyin yana shaxs podkast dasturimiz o'zini ko'rsatuvlarini bugun boshladi va bu ko'rsatuvga ko'p tayyorgarlik ko'rdikda birdaniga bo'lgani uchun bugun Nurdishoh do'stimizni taklif qila olmay qoldik, ulgura olmay qoldikda, lekin shunday bo'lsa-da suhbatimizni davom ettiryapmiz. Bugun aziz suhbatimizni aziz mehmoni, xudo xolasa Azizbek. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Azizlar, mana juda ko'p yildan beri Janubiy Koreyada yashayotgan bo'lsam, juda ko'p insonlarni ko'rdim. Ya'ni ko'proq talabalarni ko'rdimda va shu talabalar qaysi darajada, qanday o'sib, qaysi darajaga yetganlarini juda ko'p guvohi bo'lib va ular ichida nafaqat ko'rib, har doim shu faxrlanib keladigan yana bir ukamiz Azizbek bugun avvalambor qimmatli vaqtingizni ayamay o'sha kalendaringizdan bo'sh vaqt topib kelganingiz uchun tashakkur. Bu so'z oxirgi paytlarda menga juda ham anaqa beryapti, energiya beryapti, chunki albatta juda ham ko'p insonlar, ya'ni ko'p ish bilan shug'ullangan insonlar kalendarda bo'sh vaqt yo'q. Siznikini ham ko'rib xursand bo'ldim. Rostisi. Endi shunday ekan, bir o'zingizni tanishtirsangiz. Assalomu alaykum. Rahmat Mahmud aka, birinchi navbatda taklif qilganingiz uchun. Bugun va nihoyat yulduzlarimizga to'g'ri kelib, mana bugun suhbatni yozishga muvaffaq bo'lyapmiz. Xo'p, meni ismim Azizbek To'ychiyev. 2014-yilda Janubiy Koreyaga kelganman. 12 yil bo'ldi talaba bo'lib. 4 yil bakalavr o'qigandan keyin kompaniyada ishlab, hozir 2022-yildan beri o'zimni shaxsiy biznesimni meditsina sohasida yurg'izib kelyapman. Hozirda umurtqa pog'onasi amaliyoti uchun, operatsiyasi uchun ketadigan kerakli bo'lgan apparaturalarni chet davlatlariga eksport bilan shug'ullanamiz. Hozirda 18 ta davlatga eksport qilib, undan tashqari yana 7 ta davlat qo'shilyapti. Xuddi shunday qilib faoliyatimizni Koreyada davom ettirib kelyapmiz. Yashang, mana xo'p, Koreya talabalik va talabalikdan mana hozir ko'pchilikni bilaman, universitetlar bitirib, yana boshqa oddiy ishlarda yurgan bolalar bor, oddiy boshqa ishlar qilib yurganlar bor va albatta ko'p yutuqlarga erishganlar bor, katta bosh sohalarga yurganlar bor va mana shu oddiy, ya'ni barcha qatori universitetda tugatgandan keyin, ya'ni mana shunaqa yo'nalish, ya'ni shunaqangi rakurs qanday paydo bo'ldi? Men Koreyaga o'zim maqsad bilan kelganman. 2014-yilda meni dadamlar birinchi ikkita yo'lim bor edi. Amerikaga ketish yoki Koreyaga kelish. Amerikaga ruxsat bermaganlar, chunki 2004-yilda meni tog'amning o'g'illari 20 yoshlaridami, menga o'xshagan yoshlarda ketganlar, shu bilan qaytib kelmaganlar. Aytadi-yu, Amerika narigi dunyoga o'xshaydi, borganda qaytib kelmaydi. Keyin yo'q, sen borsang, Koreyaga borasan, ularni bizga qadriyatlari sal to'g'ri keladi, tam qarilarni hurmat qilishi va hokazolar. Shunday qilib turib Koreyaga kelib qolganman. Keyin undan tashqari 2011-yilda bizda oilaviy biznes ham bo'lardi. Hayvonlar, veterinariya zavodlar bo'lardi. Ozuqalar, har xil narsalar. Bankrotga uchragandan keyin borib turib Koreyadan nimadir olib kelasan deb turib, maqsad bilan kelingan bo'lgan. Shu maqsad esdan chiqarilmasdan o'qishlarni bitirilgandan keyin shu oliy maqsad, missiya bilan kelgan. Shu tariqa. Demak, hozir tushunganim, baribir har bitta narsa natijani orqasida, demak, albatta missiya bo'lish kerak, ya'ni o'sha missiya, vision deydi, natijalik maqsad bo'lish kerak-da. Albatta. Mana hozir
o'tkaz Faxriddin bilan gaplashganda ham Koreyaga kelayotganimda maqsad bilan kelganman dedilar va o'shani maqsadimga erishdim deyaptilarda. Hozir bu siz ikkinchi odamda, ya'ni mana shu maqsad bilan kelganim. Xo'p, keyin qanday davom etdi mana shu hozir boshlanishi va shu kunga kelish? Men bu yoqqa kelganimda transfer student edi-yu, perevod qilib kelganman. Westminsterda o'qiganman. O'zi umuman nima deydi, istoriyani gapirib beradigan bo'lsak, hozir rolda kelib turib, onam bilan gaplashib turib, 20 yildan beri men o'zim alohida yashayotgan ekanman. 3 yil turk litsey yotoqxonasida yotib, o'zingiz bilasiz, eski paytda qanaqa 14 soat, 15 soatlab o'qiladi. Undan keyin Westminster akademik litseysi Toshkentga borganman, Namangandan. U yoqda 4 yil universitetga kirib turib, bu yoqqa perevod qilib, hozir уже 12 boshidan boshlab o'sha Amerikaga ketgan akam menga уже qanaqadir rol model bo'lardi. Shunga o'xshab ularning orqalaridan borib shu o'qishni bitirgandan keyin уже hamma talabalar sari biz ish qidirishni boshlaganmiz. Birinchi обязательно bu praktikalardan. O'qish paytida ham men ko'p praktikalarni qidirib yurardim. Misol uchun, kanikuldan bilasiz, bu yoqda 2,5 oy, juda katta farq. 2,5 oyda kimlardir, misol uchun, arbaytga chiqadi, boshqa qiladi. Men o'zim ham chiqqanman, hamma ishlarni qilib ko'rilgan. Baribir maqsad nima bo'lardi, shu stolda o'tirib ishlasam deb turib. 2017-yilda adashmasam General Motors GM deydi-yu, Koreyadagi General Motors'da birinchi ularning istoriyasida praktikant bo'lib ishlaganman, intern bo'lib olishgan. Intervyuda u ham bizni Koreya universitetida o'qiganman. Koreya universitetini bitirgan generalniy direktori shu intervyu qilgan. Tatalab koreys tilini bilaman, gapiraman. Shu gap nimaga kelgansan deb qiziqqan istoriyani aytib bergandan keyin bo'pti deb turib olishgan. Shu 4 oy yoqda qilgandan keyin уже ishga topshirish boshlangan. Ishga topshirish boshlangandan keyin bizda bitta yomon tarafi deydimi, yaxshi tarafim deydimi, o'zbeklarda, endi biz o'zbeklar bilan yuramiz-ku bu yoqda ko'pchilik. Bir-birimizga misol uchun tortish, shunga o'xshagan narsalar bor, lekin har bitta xonada hamma o'zini o'sha quruqqa zo'r bo'lgisi keladi. Qanaqadir bizning seniorlarimiz bizga aytishmasdi, ishga kirishgan o'sha paytda, misol uchun aytaylik, Gangnamlarga, boshqalarga, tam kompaniyalarga ishlasa ular, "O, Gangnamda kompaniyada ishlarkan" deb turib, qanaqadir g'urur bilan yurishadi. Biz ham "O, to'pi shunaqa bo'lsa kerak" deb turib, biz ham to'pi ish kirishib boshlaganmiz. Keyin bu yoqda misol cover letter, rezyume yozish, boshqa narsalar bor. U narsalarni yaxshi bilmasdik. Keyin eslayman, 278 ta ishga topshirganman. O'tirib qanaqa Saramin job Koreya degan joylardan bir 30 taga topshirasizda, javob kelmayapti, to'xta deyman, boshqa tayyorlaysiz. Undan keyin yana reaksiyasini qaraysiz, nimasidan o'tdi. Keyin уже intervyugacha chaqirish boshlayapti. Bo'ldi. Demak, intervyuga borib turib, уже keyin yana qanaqadir aytaylik qaysidir etapidan o'tasizda, javob kelmaydi yana. Cho'ta nimadir noto'g'ri qilyapman deymanda, aytaman, akalar aytishadi, yaxshi bo'ladi, yelkamga urishardi, lekin qanday qilib turib to'g'ri borib turib bu ishni olishi maslahat berishmagan. Yo'l ko'rsatishmagan, absolutni. Undan keyin nimadir bo'ldi, bordim bitta kompaniyada, o'sha umurtqa pog'onasida implantlarni eksport qiladigan kompaniyaga SNGga menejer qilib turib olishgan. Shu yoqdan karyeram boshlanib ketgan. Xo'p. Hozir sizni sohangiz o'zi universitetdagi sohangiz meditsina bo'lganmi? Yo'q, meditsina bo'lmagan. Soha qanaqa bo'lgan? Meni soham biznes administratsiyasi bo'lgan. Biznes administratsiyasi bo'lgan. Bu yoqda buxgalteriya, finans, shunaqa narsalarni o'tiladigan soha bo'lgan. Eksportda, ya'ni tashqi davlatlarga eksport qilish uchun обязательно misol meditsina degan narsa yoki shu sohadagi bir diplomga o'xshagan narsalar kerak emas, chunki tovar yaxshi tushunsangiz, ya'ni tashqi aloqalarni yaxshi bilsangiz bo'ldi. Misol uchun men topshirgan ishlarim orasida aytaylik, hayvonlarni nima deydi, kuchuklarga kiyim tikadigan
kompaniyalarni eksport bo'limiga topshirganman. Dronlar chiqaradigan, tam mashinalarning faralari, tam har xil hali heavy yong'oq deb turib qidirsangiz bo'ldi. Kosmetikaga topshirmaganman, lekin nimaga qanaqadir menga endi hozir ko'pchilik ishlashadi, men ularni haterlar anaqa qilish niyatim yo'q, lekin qiz bolachaga o'xshagan narsa bo'lgan. Men o'zim qiziqmaganman. Shuna qilib turib topshirasiz, но sizga обязательно именно backgroundda kimyo yo shunga o'xshagan meditsinskiy narsalar kerak emas. No kirganimizdan keyin biz обязательно treninglar o'tkazib, tam odam anatomiyasi, operatsiyalarga kirib kerak bo'lsa qo'llarini yuvib turib, qo'l yuvish deganda полный skrabin deydi. Doktorlarga yordam beradigan assistentlik darajasigacha olib chiqishilgan. Keyin men o'zimni hozir tugatgan diplomlarim bor, ya'ni xuddi shu sohani o'zida kerakli litsenziyalarni olingan, kirib turib clean rooms deydi, ya'ni operatsionni xonalargacha bemalol kirib yordam bera olamiz. Shu joyda meditsinaga keldik. Men hozir aytmoqchi bo'lgan narsam, hozirgi talabalarga nima qilish kerak va nima qilish kerak emas degan savollarga bir sizdan. Keyin mana siz hozir aytdingizki, sizdan oldingi, ya'ni kattalar sizga maslahat bermagan, yo'l yo'riq ko'rsatmagan. Endi xuddi shu narsani teskarisini qilaylik-da, qolganlarga maslahat bo'lish uchun, savob bo'lish uchun nima qilish kerak va nima qilish kerak emas degan savolga javob bersak. O'zi 2014 bo'lsa, men 2017da bitirgan bo'lsam, u paytda to'g'ri 2004-yilda kelgan akalar уже qanaqadir Samsunglarda ishlashayotgan payt edi, lekin Sejong universitetlariga men Koreyada o'qigan bo'lsam 200-300 talab talabalar kelardi o'sha paytda. Sejong shunaqa nima deydi, kontraktni olib, odam o'qitib, jalb qilib, olishgan, lekin u 4 yildan keyin ular bitirgandan keyin ularni ishga joylash, shuncha ish, Koreya o'zi tayyor bo'lmagan, shuncha inostranslik aytaylik. Keyin ular ham qanaqadir tam arbaytlarga chiqib, tam D2 dan keyin o'qish vizasidan keyin D10 degan viza bo'ladi, ya'ni ish qidirish vizasi. 6 oy. Hozir qanaqa bilmayman, 4 marta 2 yilga berilardi. O'sha paytda rezyume yozish, boshqa narsalarni bilmagan. Endi baribir Namangandan ham ko'pchilik kelganda, men u yoqda birga o'qigan sinfdoshlarim bo'lardi. Sinfdoshlarimni bir choy osh qilib turardik. Men ishga kirganimdan keyin men o'zimni nima deydi, achchig'im kelib turib, men ularga o'rgatganman, kelinglar deb turib. Meni rezyumem ishonsangiz butun Sejongda aylanib yurgandi. Cover letter deydi, ya'ni rezyumeni oldindan aniq qilish. O'sha o'zbek ularga aytganman, mana shunaqa sohasiga shunaqa topshirasan, ya'ni bizni inostranslarni ko'proq olsa heavy yong'oqga ko'proq oladi, ya'ni heavy yong'oq degani tashqi eksport uchun именно biz territoriya SNGga yaxshi oladi. Shularga maslahat beramiz. Endi hozir bo'lsa, bizga o'xshagan уже mana Samsunglarda ham ko'pchilik ishlayotgandir, lekin Chungsogyop deydi, ya'ni mid size kompaniyalarda ko'p talabalar ishlab, уже qanaqa qilib kirib olishni bilib olishdi. Ko'p уже krujok to'garaklar bor, kimlardir mentorshiplar qilyapti. Уже bunaqa narsalardan muammo yo'q. Men endi kelgan paytimda nima deydi, minani birinchi bosib o'tganlardan deysiz-ku. Shunaqa sizga to'g'ri kelib qolganimizga. Lekin hozir aytaylik AI bor, mumkin emas narsani iloji yo'q hozir. Hamma narsani ilojisi bor. Xohish bo'lsa bo'ldi. Ishga kirish boshqa. Endi bitta narsa, haligi yana boshdagi maqsadga qaytadigan bo'lsak, vision. O'sha narsa, misol uchun ishga kirish, boshqa qilish, tam ikkinchi darajali narsalar. U to'g'risi topsa bo'ladi, kerakli odamlarni, misol uchun o'sha ishlayotgan odamlar ko'p, misollar ko'p-da ulardan, shuni copy paste qilsa ham bo'ladi. Lekin bitta katta muammo bo'layotgan narsa, men bugun gapirmoqchi bo'lib kelganman. Ko'pchilik qimmatli vaqtini bu yoqda noto'g'ri ishlarga, imенно student bo'lgan paytda sarflab yuribdi. Sarflab deydimi yoki behuda bo'ladimi? Endi bu yoqda har xil ishlar bor. Pedal, bu ovqat tashish, food delivery, tekpay yoki yana boshqa arbaytlar bo'ladigan bo'lsa, bular qanaqa desa, endi to'g'ri, men o'zim mana nima deydi, reminder qaytib o'taylik. 2015-yilda 1 yil
tekpeni qiroli deb turib anaqa qilishardi, ishlaganmiz. Esimda. Ishlaganman. Ben 1 yil o'zim ishlaganmanda, odam o'zini o'zi yo'qotib qo'yadi. Lekin oliy maqsadingizni esingizdan chiqarmasangiz, уже dальше nima kelganingizni esingizga tushirib olasiz. Lekin mayli tekpeda unaqa ko'p pul topmasdirsiz, lekin deliveryda hozir ko'pchilik uzoq vaqt, misol uchun aytaylik, men PhD qilib turibman, delivery qilib yurgan odamlarni bilaman-da. Endi maqsad delivery qilishmi yo PhD ga kelishmi? Shu savol bo'lib qoladi. Men endi ularni qoralab yo nimadir qilish niyatim yo'q, lekin to'g'ri maslahat beryapsiz-da. Ha, bitta narsa, hammada oilaviy sharoit deydi, boshqa deydi. No, misol uchun aytaylik, necha mingta talaba keladigan bo'lsa, ular O'zbekistondan 37 mingta aholidan men aytaman omadli insonlar deb bu yoqqa keldingmi? Keldikmi? Bu yoqda ikkita yo'l bor, Mahmud aka. Yoki biznes qilib qolasiz, yoki o'qiganingizdan keyin O'zbekistonga ketishingiz kerak. Nimaga desa, men agar biznes qila olmagan bo'lganimda, biznesimni qura olmagan bo'lganimda ketgan bo'lardim. Odamning hayotini men o'zimni formulamni aytib beraman. Bu hamma fikrlar hozir gaplashayotganimiz, bu subyektiv fikrlar. Hech kimga hech qanaqa formula balki tushmasligi mumkindir. Odam 30 gacha aytaylik katta pul topishni o'ylamas kerak, faqat experience olishni o'ylash kerak. Tajriba olishni o'ylash kerak. Men hayot UFC ga o'xshataman-da, misol uchun o'sha yana Habiblarni aytsangiz, boshqa qilsangiz, ular Habibga qachon zo'r shans berilgan bilasizmi? Pik qachon bo'lgan? 34 shunaqada bo'lgan, lekin unga bitta katta imkoniyat berilgan, o'sha 30 yoshiga kirganda o'sha Conor bilan urushgan. Undan oldingi mehnatlari qolib ketgan, lekin u 22 yosh, 23 yoshda UFC ga kirgan bo'lsa, bitta ishlab yurgan paytlari qanaqadir oddiy jangchilarni olib yurgan, bu tajribasi bo'lgan. Ya'ni qanaqadir naviklarni, ya'ni shakllantirib kelish kerak bu yoqda. Boshqa narsa yo'q. Men ham xuddi shunaqa kompaniyada ishlaganimda ham nimaga qarardim. Bitta ekspert bo'limida bo'ladigan bo'lsam, buxgalteriyasi qanaqa bo'lyapti, logistikasi qanaqa bo'lyapti, mana u takslarni qanaqa to'layapti, boshqa hammasiga qiziqib turib yoki boshqa departament aytaylik boshqa departamentlarni ishlarini ham qiziqib ko'rib yurardim. Men bu yoqda berayotgan summasi endi o'sha paytda 2 million 100 million so'm vonida qancha? Ну, yeb ichishingizga yetadi, ya'ni ozgina orttirib chiqarsangiz chiqadi. Nu anaqa katta men bilardim bu orqali siz nimalarga erishib boshqa qilib, chunki deliverydagilar kompaniyadan ko'ra 2-3 barobar katta topyapti-da u. Sadaqat emotional damage deydi. Siz o'zingizcha aytaylik oq qo'ynaklarda anaqada yuribsiz-da, bu yoqda keyin o'sha yuk jo'natgani Dongdamullaga borsangiz, u yoqdagi biznesmenlar qanaqadir inomarkalarda yuradi-da, mana anaqa fikrlaysiz-ku. Cho'ta не то bu yoqda-da. Keyin chunki bu narsa demak bizga faqat opit uchun kerak ekan bu kompaniya. Bu anaqa emas. Agar siz o'zingiz aldab faqat kompaniyada ham ko'p yuradigan bo'lsangiz, yaxshi emas. Agar kompaniya ham topmagan bo'lsangiz, siz O'zbekistonga ketsangiz, chunki men Westminsterda ham o'qiganman dedim-ku, 2 yil. Meni kursdoshlarim o'sha 2016-yilda qanaqadir seryozni ishlab boshqa qilishardi, chunki ular 2-kursdan o'zini yo'lini u yoqda qurishni boshlashganda. Siz qarang, 30 yosh bo'ldingiz, o'zingiz topolmadingiz, PhD ham qildingiz-da, u yoqqa bordingiz. Hech kim emassiz-da. Rezyume noldan boshlash kerak. U energiya unaqa bo'lmaydi, unaqa. Keyin bildimki, demak 30 gacha nimadir qaysi sohaligini bilib olish kerak-da. Har xil ishda o'zini sinab, boshini urib ko'rish kerak har bitta narsaga-da. Bitta sohani o'sha 30 dan keyin o'sha bitta sohani ushlab olib turib, keyin o'sha sohani yaxshilab nima deydi, rivojlantirsangiz, mana bunaqa katta gonorarli sizga bo'ylab berishadi. Mana Conordan keyin ham misol uchun Conor bilan jangida ham unaqa ko'p pul olmagan u. Adashmasam Justin bilan men shunaqa. Keyinchalik shu nima deydi, 33-35 yoshlar atrofida menimcha bir 5-6 yilda topmagan, 10 yilda topmagan pullaringizni 1 oyda topsangiz kerak deb turib, bu meni subyektiv fikrim. Lekin qarang,
30-30 ga kirgan bolalar ham hozir uni bilib turib ham pedalda yuribdi. Deliveryda yuribdi. Shunday. Shu narsa bular shuni ko'rib turib o'zini o'zi aldamas kerak. Lutchi ketgan yaxshi bu yoqda. Agar ketadigan bo'lsa, Toshkentda bizga o'xshagan boshlar uchun aytaylik, aniq experience uchun bu yoqda na samom деле nima deydi, imkoniyatlar ko'proq. Tezroq bu yoqdan. Misol uchun Koreyada mamlaqa ketaverasiz. Balki ozgina slow bo'lishi mumkin. U yoqda pastdan boshlardirsiz, lekin уже yilma-yil o'sishini hisobi bitta. Уже 3 yilda u bolalar sizdan 2 barobar, 3 barobar ko'p topayotgan bo'lishi mumkin. Shu narsani hazm qilib, o'sha 1-2 yilda hamma mana shuni qilaman degan narsa bilan ketish kerak. Hozir ya'ni mana hozir men qarashimda shunaqa narsa shakllanyaptiki, menda ko'proq e'tibor bergan insonlarim muhitda, atrofdagilar kimlar bor? O'sha atrofdagilarga ko'proq taqlid qilyapti-da. Masalan, bitta xonadoshi Arbatga chiqsa, ketdagi ham topchiq, tekpaga chiqsa, men ham tekpaga, pedalga, lekin boshqasi boshqa narsa bo'lsa, cho'ta mashina qilsam bo'lar ekan-ku degan narsa menimcha muhitdan rol o'ynaydimi deyman-da. To'g'ri. Yana bitta katta narsa bu yoqda qilgan xatolarimni aytib beraman. Shu universitetda men Koreada bo'lgan bo'lsam, misol uchun Westminster akademik litseysi ham o'sha paytda 1,5 mingta odam topshirgan bo'lsa, 150 kishini olgan. 19-o'rinda kirganman. Qidirganman, что O'zbekistonda eng zo'r high school qaysi, ya'ni akademik litsey. Westminster universiteti o'sha paytda eng zo'r, hozir har xil universitetlar chiqib ketdi. Bu yoqqa kelganda ham, kelishdan oldin ham Koreada deb turib, shu business schoolning eng zo'ri qaysi deb turib internetdan qidirib, Koreadan topib turib kirib kelganman. Endi o'sha paytda ham aytaylik, Koreadaga kelding, kelib turib men o'zbek communityga qo'shilib olganman-da. Universitetda bitta noto'g'ri tarafini nima deydi? Bu yoqda o'zbeklarimiz ko'p eng katta qiladigan xatolar o'zbek community bilan birga yurib qolishlari. Bu yoqqa kelding, eng katta muhim tarafi universitetdagi bu networking uchun ekan. Networking uchun nima degan desangiz, misol uchun universitetda olgan bilimlarim men hech qachon hozir biznesimda ham, hayotimda ham ishlatayotgan joylarim yo'q. Networking desa, misol birga o'qigan talab kursdoshlaringizni kimdir qaysidir ishlarda ishlasa, shu bilan oson keyingi pog'onaga chiqish uchun. Lekin Koreyadagi universitetlarda bunday qarasangiz, har xil darslar, misol kursdoshlar yo'q-da. U darsda boshqasi, bu darsda boshqasi, boshqa semestrda aytman, sal noto'g'ri ekan bu tarafi ham deb turib, o'zimga chiqargan xulosa shu bo'ldi. Lekin hech bo'lmasa shu exchange studentlar deydi, har xil foreignerlar yo boshqa inostraniy studentlar bilan agar biz birga yurib aytaylik. Men faqat o'zbeklar bilan yurganman. O'zbeklar hammasi hozir yo qayergadir ketgan, Amerikaga ketishgan yoki Kanadaga ketdi, yo O'zbekistonga ketgan ular. Noto'g'ri qilganman deb o'ylayman shuni. Bu yoqda haqiqiy opit uchun keldim deb turib, ana ketayotgan vaqt bu hayotligini bilishsa odamlar, bu umrligini bilishsa, bu prosta vaqt emas. Vaqtinchalik, bu anaqa emas. Shu narsani tushunishsa, men xursand bo'lardim. To'g'ri aytdingiz. Hozir haqiqatda ham shu insonlar atrofingizdagilarga ko'proq e'tibor berasiz-da. Networking deganingizga hozir meni ham xayolim keldi. Mana shu restoranda butun dunyodan hozir tanishlarim borda, kelib ovqatlangan keyin hammasi bilan gaplashib, hammasi bilan aloqalashib turamiz, yozib turadi-da, qalaysan, yaxshimisan deb hozir Amerika, Fransiya, Germaniya, Yaponiya, hatto nechtasini o'sha mamlakatga borib keldi, taklif qildi. Oddiy misolchi, xuddi shunday to'g'ri aytyapsiz mana shu. Xo'p, endi hozir mana xo'p keldik. O'sha talabalarga hozir endi maslahatingiz shunda nima bo'lyapti endi? Birinchi o'rinda o'qish paytida, misol uchun o'zim ham men aytaman, haftasiga 2 kun ishlardim xolos o'qish paytida, shanba, yakshanba. Yeb ichish uchun chiqaradigan pulni chiqarib, katta pul topaman, katta pul jo'nataman degan fikr, xayollarni tashab kelish kerak. Chunki keyinchalik topadigan puli, misol uchun aytganimdek, undan 10 barobar, 20 barobar, 30 barobar bo'lishini agar o'ziga aytib, boshidan ishontirib, o'zini shu narsaga aytib, agar
shu narsani hazm qilib deydi, hazm qilib boshlaydigan bo'lsa, faqat yeb ichishiga chiqarib turib, polniy eksperiyensni olishsin. Ya'ni u talaba, bu yoqda Koreyadan professorlar bilan yaxshi chiqishsa bo'ladi, ular nimadirlarni aytadi, qaysidir mana faqat arbeitni bosib yuravermasdan, undan 1 yil bosib yurgandan keyin aytdim-ku, mana shu tekpeda keyin aytdim, nima qilyapman dedimda, o'sha Rich Dad and Poor Dad degan kitob o'qigandim. Sразу уже universitetdan anaqasiga borganmanda, international bo'limiga menga ish beringlar part time deb turib, kompyuterli ishga o'tib olganman. O'sha yerdan boshlab turib, o'sha yerda уже SNGni studentlarni boshqarishni menga berib qo'yishganda, уже международный там отношенияni o'sha yoqda o'rganib turib, ya'ni iloji boricha mana qo'l bilan mehnat emas, mana bosh bilan qilinadigan mehnatni opitini olishni boshlashsa yaxshi bo'lardi bir o'qish paytida universitetda. Undan keyingi etap o'qishni bitirdim desa, kompaniya topdingizmi? Kompaniyada ham aytaylik, men oldin 5 yil derdim, hozir 3 yil deyman. 3 yil hech bo'lmasa katta pulni o'ylamasdan bosib ishlash kerak. Buni men magistratura qilish kerak desa, men qilish kerak emas derdim. Kerak emas, bu prosta vaqt ketadi. Prosta ishga kirib turib 3 yil shu yoqda ishlang. Berayotgan oyligiga buni oylik deb emas, stipendiya deb turib, buni tekin universitet deb turib qarab, ya'ni chunki siz olayotgan eksperiyensingizga chunki noldan kirasiz-ku. U sizga pul beryapti deb qilib turib yashaysiz. Nima deydi, eksperiyensni olib turib, sразу уже biznes boshlash kerak. Sразу уже biznes boshlash kerak. Qildingizmi, o'xshamadimi? Yana bu boshqa anaqa sohani qarab ko'ring. Bo'lmasa уже nima deydi? O'zingiz aldab, tam uyimni qurib olay, mashinamni qilib olay deb turib, nima deydi? O'ta kichkina gollar bilan siz bu yoqda vaqtingizni ketkazib, PhD gacha borib turib, delivery qilib yurishingizni men tavsiya qilmayman. Bu achchiq haqiqat bo'lsa kerak deb o'ylayman. Gol deganingizga hozir esimga tushdi. Hozir gol deganingizda Messi bilan, Vidini bilan haligi ishim bilan qildimda, ko'p analiz qilganimda, hatto shu futboldagi gol urish narsani eshitib, o'rganib, shu narsaga xulosa qildimki, misol uchun varatani o'ng tomondagi burchakka gol uraman deb xayolingizdan o'tkazib, o'sha joyini mo'ljallaganingizda oyog'ingiz, miyangiz bilan oyog'ingiz kelishar ekan, shunaqa demamiz deb. Agar hatto o'shani bir martaga tepaman desangiz, dom haqida ketar ekan. Lekin miya bilan oyog'i bog'lasa, o'shanda haqiqatda o'sha joyga ketar ekanda. Ko'pchilik tepyapman deb tepishaveradi, ya'ni o'sha bog'lamasda. Shunga bog'lash kerak ekan deymanda. Lekin bitta narsa, bularni ham hozir ayblab bo'lmaydigan narsa tarafi, chunki bir kuchli mentorlar yo'q. Ustoz shogird deydi-ku, xuddi shunga o'xshagan narsalar bo'lsa-ku, agar balki hozir biz aytyapmiz, kim bilandir gap eshitar foydali bo'lar, lekin agar buni o'ziga yozib olib turib, bitta o'sha nima deydi, 2028 gacha mana shu yo 2027-yilda yo 2026-yilda deb turib o'ziga kichkina maqsadlarni qo'yib olib turib, bo'ldi. Bu yoqda men birda nimadir olib ketaman degan narsa bilan o'ziga o'zi qaror qabul qilmasa, qiyin bo'ladi. Bu bir tarafdan qarasa, men boya bolalar bilan gaplashib o'tirib shu temada juda oson qarasa, yoki menga osonmi yoki qolganligi qiyinmi? Men shu narsani hali ham hozir izlanyapman. Nima deydi? Qaror qabul qilishni aytyapman. Nima bo'ldi? Men hayotimni o'zgartiraman deb turib, mana shu 26 dan tochkani qo'yasizda, shunga qarab ketasiz. Chunki menda shunaqa turning point deydi, ya'ni o'zgarib ketadigan bittada o'sha tekpeda 2015 dan 2016-yil yozgacha ishlagan bo'lsam, o'sha kechqurunda o'tiryapman. Bilasiz, unda kechasi ishlaysiz. O'sha ertalab soat 9 da eng nufuzli universitetda o'tiribsiz, eshitmayapsiz. Nimaga kelgansiz? U topgan pulingiz kontraktga ham zo'rg'a chiqsa chiqadi yo. Nima qilyapman degan savol berasiz-ku endi o'zingizga. Shu narsani agar o'zingizga o'zingiz berib, ya to'xta, bir yil ketib qopti degan narsani sezib turib, agar shuni bo'ldi, men bugundan boshlab o'zgartiraman demasa, u keyin
kech bo'lib qolishi mumkin. U keyin misol uchun yana 30-35 ta UFC'ga kira olmaysiz-ku, to'g'rimi? Xuddi shunaqa yoshligini, mana shu ozgina arzimagan pulga almashtirib olish bo'lyapti-da. Bu o'sha aytayotgandek o'tayotgan vaqt emas, umr. Ya'ni umrini shunga qolmasdan katta narsalar qilsa bo'ladi. Koreya ekonomikasi top 10 talikka kiradigan davlat. Bu yoqda o'ta katta informatsiyalar bor, o'ta katta imkoniyatlar bor. Lekin bir tarafdan olib qarasangiz, Amerika orzusi yoki shunga o'xshagan narsalarni qilish qiyin, chunki u yoqda men aytaman doim, hozirgi qilgan harakatlarimni bir Amerikada qilganimda bir 10 barobar natija olgan bo'lardim deyman, lekin yana haligi anaqa ligani ham chasta almashtirmas kerak. Misol uchun bo'ldi, bu yoqda anaqa qildingmi? Bu yoqda meni hech kim 5 qo'llab ochib keling bo'ldi. Dara ham bir joyda ko'karadi deydi-yu, shu narsani hazm qilib. Endi lekin u yoqda hozir yashash niyati yo'q, lekin o'sha Amerika bozorlarigacha kiryapmiz. Oxirgi 1 yilda 4 martacha выставкаlarda qatnashib turib, o'sha potensialniy klientlar bilan ishlayapmiz. Hozir mana mentor dedingiz, ya'ni mentor deganda albatta o'zi aytiladi-yu, dinimizda ham ustozi yo'qni ustozi shayton deb. Albatta ustoz bo'lish kerak-da. Ustozni mana hozir siz ustozingiz kim deb bilasiz? Mana kitobmi, YouTube'mi yoki haqiqiy biron insonmi? Mana shu yo'lga sizni boshlagan, mana shu yo'llarda qilgan, mana siz qanday shu narsaga keldingiz? Men o'zimni xatolarim bilan keldim. Chunki men bu podkastni ko'rishim, biz seniorlarimiz yelkamizga qoqib qo'yib turib, yaxshi bo'lib ketadi dema. O'zlari kirishgan ishlarga. Keyin qarang ekan aka, bu kompaniyani hayoti desangiz o'sha paytda juda qiyin. Hatto u akalarga biz kerak bo'lsa qaysidir statistikalarda, analitikalarda biz ularga yordam berib darslarni qilishib yorib yurgan bo'lganmiz. Yordam berishmagan, absolyutni misol yoki qanaqadir baholarni aytsa, nima deydi, oxirida chiqadi-yu, semestr oxirida. Shu narsalarni bir haligi nima deydi, aytmasdan uyalib boshqa qilib, men aytayapman, bu narsalar hozir mizerniy narsalarda, umuman anaqasi ham yo'q. She'r qilinglar, ko'payadi naborat sizlarda. Aytadi, bersangizgina nimadir yana kimgadir o'rgatib nimadir olasiz naborat. Lekin menda o'sha paytda to'g'risini aytish kerak, men mentor bo'lmagan, har xil nima deydi, yo'llarni sinab ko'rib balki men to'g'ri odamlarni topa olmagandirman, qidirmagandirman yaxshilab. No, akalar bo'lardi, tam ishga qidirishayotgan. Ular bilan qanaqadir kattaroq farqimiz bo'larmidi, bilmadim. No, biz o'qiyotgan paytda u paytda sal baribir boshqacharoq edi. Hozir menimcha imkoniyatlarni darajasi kengroq, yana искусственный intellekt bor. Ishlatgan odam undan kattaroq, tezroq yetib boradi. Men o'ylayman, hozir уже ustozlar ham ko'payib qolgan. Hozir уже imkoniyatlar ham ko'p. Yana bitta ikkita bolalar yozishadi tam. Ular so'rasa biz javob ham yozyapmiz. Ba'zilari yana qayergadir borsangiz, aka odamlarni to'plab turib nimadir qilaylik deb. Уже men aytdim. Nahotki shu yoshga yetib turib, nima deydi? Shu yoshga yetib qolibmiz, biz ham nimadir beradigan. Bajonidir, kimdir agar nimadir xohlasa, 12 yillik tajriba bor Janubiy Koreyada, beramiz. Hozirgi podkastimizni ham eng oliy maqsadi shu bilimlarni bu yoqda o'zini topa olmay yoki ozgina bo'lsa ham chalg'ib yurgan yoshlarimiz ko'rishsa, shularga berish maqsadida qilyapmiz. Albatta azizlar, bu podkastimizdan maqsad aytganimizdek haqiqatda o'sha maqsadli, manfaatli bo'lishi va eng asosiysi, hozir men yana ukamizni juda yaxshi ko'raman, juda hurmat qilaman. Mana endi o'sha joyga keldik, haqqi keldi degan boyatdan beri balki mana buni qiziqayotgandim o'zi nima bo'lgan deb. Ukamiz mana shu insonni salomatligi uchun, ya'ni meditsinada va meditsina bo'lib o'sha rivojlangan Janubiy Koreyadagi va rivojlangan o'sha eng nozik jihatlarini endi mana xudo xolasa insonlarga manfaati bo'lyapti. Xo'p, bu sohani endi boshladik. Meditsina, bismillah. Xo'p, mana meditsina ham joyi ko'p. Hozir siz qaysi sohani boshladingiz va nimadan boshlab qaysi jarayonga keldik hozir? Biz hozir meni kompaniyamni nomini
Koreyadagi tengdoshlarimiz ko'pchilik bilishadi. Armet Inc. Veb saytini ham chiqarib qo'yamiz. www.armet.kr. Biz umurtqa pog'onasida har xil patologiyalar, ya'ni disk churrasi, grizhalar, stenozlar, har xil bel bilan umurtqa pog'onasi bilan bo'lgan muammolarni yechimini da ishlatiladigan har xil operatsiyalarda ishlatiladigan оборудованияларni, jarrohlik оборудованияларni eksporti bilan shug'ullanamiz. Oldin bu sohaga qanaqa kirib qolgansiz desangiz, bu sohaga shu universitetni bitirgandan keyin, o'sha internship qilgandan keyin qarang, yana internship ham General Motorsda bo'lyapti. Yagona вообще mashina sohasida, industriyasida. Lekin 278 ta ishligi men o'tiryapman-da 40 ta 48 ga topshirib turib, hammasi bor, ko'proq meditsinasi. Shu meni chaqirib qolishgan intervyuga. Hyundai'ga ham borib kelganman, aytgancha LG'larga ham oxirgi intervyulardan o'ta olmaganman. Ularga borganimdan menimcha qanaqadir omad kelganmi yo meni taqdirim bo'lganmi, men o'ylayman, menimcha missiyam bo'lgan deb o'ylayman. Missiyamga kerak bo'ladigan yo'l. Shunga ketadigan umurtqa pog'onalarini, misol uchun hozir biz device sotsak, unda implant eksporti bilan shug'ullanardik. Ya'ni implant eksporti uchun kerakli bo'ladigan barcha asbob-uskunalar, instrumentlarni shu SNGga va Ближний Восток, Yaqin Sharqqa eksporti bilan shug'ullanardik. Shu orqali, ya'ni unda biz implant sotgan bo'lsak, уже hozir bu yerda texnologiyani sotamiz. Ya'ni texnologiya undan keyingi etap bo'lgani uchun o'zimni klientlarimga shu yoqdagi ishlayotgan, ya'ni meni potensial klientlarim, hozirgi klientlarim hammasi meni implant ishlatadigan klientlarimdir. Shu endoskop orqali kirib, kichkina, ya'ni 1 santimetrdan kichkina kesma orqali kirib, shu belli muammolarni hal qilib chiqib ketishdagi operatsiyada ishlatiladigan 5 xil har xil instrument, optika, yana radiosvetniy ablator va shunga o'xshagan jihozlarni eksport bilan shug'ullanamiz. Boshida aytganimdek, siz qanaqa sohada ishlashingizni boshqa aytmaysiz, lekin men 23 yoshimda o'sha kompaniyaga kirganman. Получается, u yoqda 5 yil ishlagandan keyin o'zimnikini ochdim. Hisoblanyapti. 5 yil tajriba orttirdingiz, 5 yil o'rgandingiz. 5 yil tajriba ortib o'rganib. Bu yoqda ham qanaqa ma'noda sirazi intervyuda men unga aytganmanki, nimaga kelgansan Koreyaga deganda, men bu yoqda qolish niyatim yo'q. Bilasizlar, men agar shu bo'lmasa men ketaman deyotganimda, men shu oxirgi intervyuimda aytdimki, men beguginman, ya'ni inostronansman. Bu yoqda ko'p qolish niyatim yo'q. Vitse-prezident bo'lib, agar u yoqda subsidiary branch deydi, ya'ni ofisingizni ochsangiz, shu yoqda vitse-prezident bo'lib ketish niyatim bor deganman. O'sha paytda o'sha kompaniyani topgan odam tirik edi. Bo'ldi, buni konkretni go'li bor ekan, visioni bor ekan deb turib ishga olgan. Atalab koreyscha gapiraman. Koreychani keyin o'rganganman. Chunki darslar hammasi ingliz tilida olingan, shu narsani aytib o'tib ketish kerak. Keyin o'sha shu ishlab qarasam, u odam o'ldi. Rakdan o'tdi 2019-yilda. Keyin undan keyin bo'ldi, bu yoqda chairman deydi, uni zami direktor bo'lgandan keyin u meni ota-onam bilan ko'rishgan. Sen zo'r ishlaydi, seni o'g'irlayman, seni jo'nataman o'g'irlayni O'zbekistonga degan boshqalar. Keyin qaradida xotiniga o'tganda oldingisini. U xotini bitta katta kompaniyaga Donghua degan hozir bu yoqda kompaniya bor, unga korporatsiyaga sotdi kompaniyani. Keyin ketdi. Amerikagami o'sha yoqqa ketib bordi, qaqadir bir 20 millionga sotdi-da kompaniyani. 20 millionga ham to'yli 30 millionga. Keyin qaradim, u yoqda o'sha byurokratiya kattalashib ketdi. U tegib sotib oldi biz kompaniyani. Har bitta chiqqan joy 40% vaqtingizni polni report yozish bilan o'tkazyapmiz. O'sha oylik men oldin qiziqmaganman. Umuman oylikni men yeb ichish uchun kerak bo'ladigan ham sredstvodagi ishlatganman. Chunki bu meni gonorarim emas, men bundan katta topaman degan narsa уже zerno ekilgan boshda. Keyin men aytdimda,
to'xtadim, cho'ta bular mani golimni anaqa qilishga qiziqmayapti ham dedimda. Keyin o'sha uylanishdan oldin, men 2022-yil iyunda to'y qilgan bo'lsak, 22-mayda shop dadamdan so'raganman, chiqib ketaveraymi, men hozir potensialniy klientlarim bo'lib qoldi, mana shu keyingi sohasini, ya'ni upgraded sohasini o'zim man qilaman. Nima qilasan? Tayyor ish oyligi turibdi deyaptilar-da. Qaradimda. To'ydan oldin shop ishdan chiqib bo'shab keyin uylanganman-da. Aytdim, mayli, to'g'ri ish qilgan ekanman. Mani golimni qilib berishmagan. Ya'ni bu degani hamma ham kompaniya ochish kerak, boshqa yaxshi bo'ldimi hozir desa. Hech qachon misol, yana bitta narsani bildim, erkak kishining hayoti hech qachon osonlashmas ekan. Bu narsani ertaroq qabul qilsanglar, shunchalik o'zingizga yaxshi bo'ladi. Keyin ertaroq hazm qilsa, keyin hasrat yostiqqa deydi-yu. Uni hammani o'zini ichida dardi bor. Misol sizlar dardinglarni kimgadir aytib boshqa qilsanglar, u foydasi u narsani yutish kerak, hazm qilib turib tezda belni ko'tarib davay bo'ldi, ishlash. Keyin qaradimda, kompaniya yaxshimi, kompaniya yaxshi emasmi degan tarafga men boshdagi golimni aytib ko'rdinglar. Misol uchun vitse-prezident bo'lib turib, ya'ni o'sha Koreyaning oyligini O'zbekiston sharoitida olib turib, misol uchun ofislari, hamma narsalar bor sharoitda qilmoqchi edim. U bo'lmagandan keyin o'sha bo'ldi, men demak o'zimni kelajagimni o'zim qurishim kerak ekan dedim. Ko'p yoqda zasiklitsiya qilib qolib, meni u yoqdan haydashgan, o'zim chiqib ketdim-da, o'zim qilaman deb turib, решениyani qabul qilib chiqib ketdim. Agar bitta zo'r visioni bor, bitta zo'r kompaniya agar sizlarni top menejer darajasiga olib chiqadigan, agar o'zingizlarni ko'rsanglar, dalchi u yoqda ishlab ana qilsanglar bo'ladi. Ya'ni kompaniya ochish degani, misol uchun, xohlagan paytimda ishlayman, boshqa 24 soat ishlayapman men hozirda. Lekin kayf. Maza qilib ishlayapman. Ya'ni haliga nima deydi? O'tgan yili 248 soat, ya'ni 11 kun tepada bo'ldim. Ya'ni u yoqqa bu yoqqa uchasiz, boshqa qilasiz. O'zim uchun ishlayotganim uchun maza, lekin u yoqda kimgadir ishlayotgan bo'lsangiz. Bu yoqda o'ylaydigan narsalaringiz ko'p. Har kun kechasigacha o'ylab yotasiz, kimdan klientlar yozsa ham yozasiz, boshqa qilasiz. Bu oson emas. Lekin men aytaman buni, hozir bizning kompaniyamiz darajasi ham qanaqa desangiz, samolyot tepaga chiqadi-yu. Bilasizmi, ana aytadi, kamarlarni taqinglar, joylarda o'tiringlar deydi. Xuddi shunaqa holat hozir bizda qaysidir altitudga chiqib olsak, agar ya'ni balandlikka chiqib olsak, unda keyin bo'ldi, bemalol hojatga kirasiz, ana bemalol choy, kofe olib keladi. Shunaqa payti ham bo'ladi. Biznes shunaqa. U qanchalik dalchi uchishingiz уже ya'ni sizni topливingizga, biznes bu marafonda, shunga o'xshagan narsalar bilan boshlanadi. Balki yana bitta qo'nasiz, yana uchasiz, yana qo'nasiz, xuddi shunaqa narsa deb qarayman. Agar bitta kompaniyada shunaqa potensial bo'ladigan bo'lsa, Koreyada sal kamroq, lekin men bittasini ko'rdim. Civil Business Club ochdik deb aytdim-ku, bitta shunaqa hamma biznes qilish kerakmi degan savolga ham aytyapman-da, yoki mana O'zbekistonda ham mana Jahongir Ortiqxo'jayev kompaniyalarga juda havas qilaman. Unicorn kompaniya qilib qurdilar-da. Bu yoqda Akfa Kamron degan bola bor, aka borlar. U yoqda universitetda ham hozir rektori, bu yoq katta-katta zavodlarni boshqargan odam. 91-yilmi, 90-yil edi. Ya'ni shunaqa kompaniyalarda ham shunaqa katta-katta lavozimlarni berishyapti ularga. Agar shunaqa kompaniyalar bo'lsa, osinglar, ishlash kerak shunaqa kompaniyalar bilan. Ya'ni birovi golida agar sizni kimdir muhim o'rinlarga qo'yadigan bo'lsa, shunaqa qilib ishlasa ham bo'ladi. Biznes ochish kerak degan orqasidan nima deydi? Oson emas biznes. Men o'zingiz ham oshxona biznesida chet elliklarga Koreyada nasamdalik imkoniyat ko'proq. Inostrian o'zini koreyslarga nisbatan. Koreya o'zi aslimda olib qarasangizda kommunist davlat. Ya'ni o'zim fikrimni aytsam, ya'ni bitta ikkita koreyslar ham shunga qo'shilishadi. Ya'ni pul topish nazarda aytyapman. Nimaga desangiz, ko'pchilik bir xil pul topadi. 1 million to'dasi aniq plus minusi bilan
bir xil pul topadi. Ya'ni nimaga hozir biz doktorlar bilan ishlaymiz-ku, doktorlar nimaga zabastovka qilayotgani sababi hozir men ayniqsa privatniy klinikalar ko'p chiqib ketgandan keyin ularni topayotgan daromadlari misol oyiga oklab topayapti-da doktorlar. Uni aytyapti, karislar nimaga bu deydi, nima deydi? Buni ishi-yu bizni davolash deyapti. Nimaga bu ko'p olyapti boshqalarga nisbatan deyapti-da. Keyin o'shani deb turib, keyin qolgan doktorlar misol uchun medshkolani kvotasini ko'tarib qo'ydi. Undan keyin o'sha bu yoqdagi universitetskiy gospitalda hammasi zabastovka qilishni boshladi. Men aytdim, dedim, Koreyada bitta bosh teparoq bo'ladigan bo'lsangiz, ehtiyotroq bo'lish kerak. Snayperlar bor deb turibdi. Ya'ni biz chet ellik bo'lganimizga, ya'ni biznes qilmoqchi bo'lsangiz yoki kimdandir bitta kalla tepa bo'laman deb turib, agar o'zingizga o'zingiz xulosa qilgan bo'lsangiz, shu narsalarni salani under the radar deydi, radar tagida bosh bilan yurishingiz kerak ekan degan ma'noda, ya'ni kimgadir ko'rsatib qo'yish, kimgadir nimadir isbotlab qo'yish maqsadida biznes qilmasdan o'zingizni olib turib, sekin o'sha nima deydi, bu yoq qadriyatlarini inkor qilmagan holatda o'sha radar tagida jim yurish kerak ekan. Endi imkoniyatlar ko'p deganimni sababi, keyin ha dedimda, keyin o'zim ana qildimda, bularni demak tovarini biz chet elga juda zo'r sotsak bo'lar ekan dedim. Ya'ni hozir keyingi etap qanaqa bo'ladi deyapsiz-ku. Vegukalarga imkoniyat ko'p deyotgan sabab, misol uchun bu yoqda ichki bozor uchun emas. Bu tovarni Koreyada shunaqa tovarlar ko'p. Men hidden gem deyman, ya'ni gem degani misol uchun brilliant yoki qimmatbaho toshlarda yashirib qo'yilgan qimmatbaho toshlar, ya'ni sohalar, qanaqadir produktlar ko'p. O'sha narsani topib ular sota olmayotgan narsasiga, o'sha kompaniyasiga ozgina ishga kirib, ularni ishonchiga kirgandan keyin bo'ldi, men endi o'zimni o'sha trading kompaniyamni qilaman deb turib, bismillah deb turib, veb saytingdan boshlab qil yoki qanaqadir Instagramingdan boshlab qil. O'sha u yoqda 3 yil, 5 yil bir xil yuravermasdan nima bo'ladi ekan? 3 oy bo'lmas, 2 oy bo'lmas, boringani 6 oy bo'lmas, lekin siz harakat qilaversangiz, bitta klient ish birinchisi bo'lsa bo'ldi-da. Ana Shark Tank degan anaqa bor Amerikada, ya'ni milliarderlar o'tirib olib turib ideyaga pul tikib boshqa qilishadi. Dedi, o'shani gapi bor. You gotta be right one time deydi. Ya'ni bir marta to'g'ri bo'lib qolsang bo'ldi deyapti-da. Bo'ldi-da, ketdi keyin u yog'i. Ya'ni o'sha hozirgi bu yoqda o'zini yo'lini topa olmasdan yurgan yoki qanaqadir bir xil ritm bilan ketayotgan aka-ukalarimiz yoki opa-singillarimiz bo'ladigan bo'lsa, ishlashayotgan bo'lsa, qo'rqmaydi. Zo'r tovarlar ko'p. Ya'ni sizlar keyin biz o'zimizni kalibrimizni boshqa kalibrlar bilan birga solishtiramiz. Kimni kuchi? Bu yoqda sizga non yo'q karislar bilan. Xo'p, Samsungda ishlasangiz ham-da. Men ko'p akalarni ko'rdim, maksimumchadan o'zi boshliq qilib qo'ymaydi. Lekin agar siz o'zingiz yo'lingizni topib, o'shaqa bitta sohada ishlaganingizdan keyin o'sha sohada produktingizni zo'r o'rganib, eng asosiysi produktni o'rganib olish kerak. Lekin o'sha potensial klientlar bilan oylikka emas, boshqaga emas, umuman o'zingiz klientlaringiz bilan как network ushlab turib, bu yoqqa kelganda ham ularni zo'r nima deydi, o'zini uyidagi his qildirib bersangiz, o'zbeklarni men shu narsani sezdim. Ularda shu hospitality deydi-yu, mehmondo'stlik o'ta katta-da. Men birorta klientim o'sha eski kompaniyada ishlagan paytimda ham norozi bo'lib ketmagan. Meksikalilar, chililarni olib kelardi, ular avtobus, men uni ispancha ularni qo'yib berib turib olib borardim. Yanaqaga aytaman. Ular ham keyin hozir men ularga ham sotyapman-da. O'zimni hozir kompaniyam produktini-da. Eng asosiysi shu отношенияni ushlab olib turib, shu produktingizni zo'r bilib olib turib, keyin sekin o'sha eski kompaniyada qila olmagan marketing xodlaringizni o'zingiznikida qiling. O'sha eski kompaniyada siz ancha opit olib oling deganim sababi, opitni qanaqa qilasiz? U yoqda hamma xatolarni siz kompaniyani pulga qilasiz. Qarang. Bu stipendiya bo'lmasdan nima? Men universitet deb qarayman bu narsaga. O'shanga qo'rqmasdan
sekin agar boshlasa qanaqadir rezultat bo'ladi. Agar siz mabodo bo'ldi, men biznes qilaman, boshqa qilaman deb turib o'zingiz qaror qabul qilgan bo'lsangiz, agar sizni yana aytayotgandek, meni hayotimdagi hech nimangiz o'zgarmayotgan bo'lsa, o'sha paytda ya'ni bir xil ketayotgan bo'lsangiz, unda agar mabodo qo'rqsangiz biznesga umuman o'tib ketgani, sekin tranzit qiling, ya'ni uyga kelgandan keyin ozgina veb-saytlarni qilib qo'ying, boshqa qiling. Birinchi klient chiqmagungacha chiqmang bu ishingizdan. Shunaqa qilsa ham bo'ladi. Gibridniy variant qilib turib. No vaqtni behuda ketkazmaydi. Shu narsani nima deydi? Hamma bilib tinmasdan o'zini ustida ishlab boshqa qilsa, xursand bo'lgan bo'lardim. Mana shu bugungi suhbatimizning eng aniq highlighti bo'lgan bo'lardi agar biznesmenlar chiqib tam qanaqa zo'r bo'ladi agar o'zbeklar o'sha mana hozir bizni ham komandada o'zingiz ham ko'rdingiz-ku, ko'p o'zimizni millatda anaqa bor. Operatsiyalarda tam elitniy odamlar bilan, krutoy butun dunyoni professorlar bilan birga yuramiz, boshqa qilamiz. Operatsiyalarga kirib, katta VIP patsientlarni davolaymiz, boshqa qilamiz. Bu o'zbeklar qilyapti. Mana Janubiy Afrikalardan, Amerikalardan kelgandan ular statyalar ham yozib, "Vau, anaqa yosh o'zbek yigitlari shunaqa qilyapti ekan" deb turib. Bu meni maqsadim shu butun bizni agar bu yoqqa kelayotgan studentlarimiz o'zlarining yo'llarini zo'r topib, o'zlarining sohalarida moshni bo'lib, ko'rishganda ham nima deydi? Agar viqorli, savlatli ko'rib, chiroyli mashinada yurib, chiroyli kiyimlar kiyib, chiroyli yurishsa, xursand bo'lardik. Shu o'zi nima deydi? Bunga potensial ham bor, imkoniyat ham bor, kuchlar ham, g'ayratlar, hamma narsalar bor. Prosta qaror qabul qilishlar. Chunki men o'zbeklardagi mehnatkash ko'rganim yo'q. Biz bitta anaqasi bor. No tarafi bor, o'shani ham aytib o'tish kerak. Oxiriga kelganda sal taltayib qo'yishadi-da. Ya'ni nima deydi? Bo'ldi, men zo'r bo'ldim degan narsa bo'ladimi yo'qmi? Yaqinda hozir aytmayman, bir muhim meropриятиеda chaqirishdi o'zbek biznesmenlarni boshqa qilib. Endi men bordim ichida. Endi bu yoqda o'tirgan viqorni ko'rsangiz-da aka. Men o'yladim, bular hammasi 100 million, 200 million aylantiradi deb o'yladim-da. O'zlarini tanishtirib boshlashdi. Оборот qanaqa desa, hozir 1 million. U o'tirish viqorini ko'rsangiz. U men aytdim. Yo'q, o'sha keyin qaydadir ko'rib qoldim-da, agar go'li katta odam, mana nima deydi, maqsadi katta odam, demak o'shancha humble bo'lib yuradi deydi. Ya'ni sal pastroqda, men hali hech nima qilmadim. Shu narsa ham yordam berdim deyman, bilmayman. Menga agar men o'zimni hech qachon komfort zonaga tushirib qo'ymagan, ya mendan Dubayda bittasini ko'rgandim, mana aytadi-yu, Dubay endi bilasiz, hamma город иллюзий. U yoqda hamma shunday fontlar, boshqalar yurishadi. Tam думаешь, там Rolls-Royce'da yurib, там o'zingni успешныйman deb o'ylaysan, yurib, bitta ko'chaga kirib qolsa, u yoqda ko'pgina Rolls-Royce'lar, boshqasi bor, nomerlari bilan u yoqda solishtirishadi-yu. Tam 1lik nomerlar, 2lik nomerlar, ular qanaqa. Biz bitta hamyurtimizdan borlar, Ulug'bek aka. Кто войны deydi-yu, xuddi shunaqa siz pastda yurganingizda o'ylaysiz, tepada odam kam deb o'ylaysiz. Tepaga chiqqaningizda undan ham ko'plari katta-da. Men o'tgan safar aytib berdim-ku, bitta Seoul Business Club kirganimizda shunaqa talantli odamlar bor. Endi siz ungacha faqat men o'zim bo'lib yurgan ekanman deb xayolingizda fikr qilgan bo'lishingiz mumkin, lekin bilib qo'ying, sizdan zo'rlar rosa ko'p. Shunday. Keyin bu dunyoda ne'matlar deydi-yu. Ne'matlar serob. Ya'ni unga yetganlar sizga ham yetadi. Ya'ni u yoqda, men misol uchun o'sha o'tirasiz deysiz-ku. U yoqda qanaqadir men misol uchun kimozarlik yo'q. Aytaylik, davay. Hammaning o'zining temasi bor. Ular yashaydigan prinsipi dunyo seroblik. Ya'ni abundance deydi inglizchasiga, seroblik.
serobli bo'lganiga u yoqda tortishish boshqa narsa yo'qdi. Ideya chisti anaqa qaqadir million sizdan degan anaqalar bo'ladi. Kayf qilasiz. Yoki winner's table deydi, o'tiradi, ya'ni yutganlarni anaqasi deydi. Bilinglar, ko'p inostranslar boshqalar ham qilyaptimi, sizlar ham qilasizlar. Ya'ni bu yoqda men hozir ozgina motivatsiya ham berib yuboray. Odam zoti qilgan narsani odam zoti qilar ekan. Prosta men o'zimni anaqam bilan aytaman. $450 bilan Koreyaga kelib, 12 yil ichida hozir 20 tadan ortiq davlatga meditsinskiy apparatlarni eksport bilan shug'ullanamiz. Multinatsionalni bir tiyin investitsiyasiz, bir tiyin kreditsiz noldan qursa bo'ladi. Bu narsani uchun faqat birinchisi qaror, ikkinchisi ozgina mehnat. Ko'p desa ham qo'rqadi, lekin chunki nimaga ozgina mehnat deyapsan desangiz, bizni qilib yurgan yigitlarimiz mehnatiga, men misol uchun kompaniyalarda ishlayotgan ko'p yigitlarni bilaman. Mana уже hozir kelyapmiz, conclusionga deydi-yu, birinchi o'qiysiz, o'qiganingizdan keyin ishga kirasiz, ishdan keyingi hozir anaqasini gaplashamiz. Ularni qilgan ishi bilan bemalol bitta kompaniyani yursangiz bo'ladi. Ularda faqat qaror qabul qilish o'sha Jahongir aka aytganlaridek duh yetishmaydi. Duh bo'lsa bo'ldi. Prinsipi. Ya'ni hozir gapingizni xulosa qildimki, ya'ni ular katta summasi ham jim yuradi, bizda 1 million bo'lsa уже haligi. Chunki xulosa shunday qildimki, masalan, men agar 1 milliardda agar niyat qilgan bo'lsam, 1 millionni hali xursand bo'lmayman. Men 1 millionni niyat qilsam, 1 millionni niyatda xursand bo'lib yuraman. Chunki 1 millionda meni patologim. Agar 1 million bo'lsa, hali hech narsa qilmadim deb yuraveradi odam. Golni kattaroq qo'yish kerak. Prosta yana bitta narsa, men biznesni boshlaganimda 2023-yili o'rtasigacha, yarim 1 yil, rovna 2022-yil maydan boshlab 2023-yil iyunigacha kichik biznes qildim. Ya'ni faqat O'zbekiston o'ziga chiqardim tovarni. Yaxshi topardim. O'shandan boshlab nima deydi, bir marta chiqarib qo'yib, ikki marta chiqarib qo'ysa oyiga men bir anaqada faqat boshqa davlatlarda dam olib yurardim 10 kun, 15 kunlab. Keyin qanaqadir konferensiya bo'ldi, выставка bo'ldi O'zbekistonda, bordik, qatnashdik. Shunda kimdir kelib qoldi, u ham davlatda distributoring bormi, men davlatda distributoring bormi, chiqib qoldim. Chutak o'sha bo'ladimda, u yoqqa o'sha anaqa bilan boshladik. Уже boshda biznes qilganimda meni planim pul topish edi. Yana biznesni samolyotga o'xshatamiz-ku. Samolyotim menda prosta yuradi, qo'ngandan keyin prosta yuradi, anaqada yo uchishdan oldin prosta yuradi, anaqa qilib turib. Unaqa ko'p toplivo ishlatmaysiz. Ammo pilot ham o'zini yaxshi qiladi, siz bilasiz, yerdasiz, hech nima bo'lib ketmaydi. Keyin уже reshit nima deydi, qaror qabul qilgan narsam, yo men уже menga missiya kerak, men nima qilyapman, men prosta tak yaxshi pul topib, yaxshi narsalarni ishlatib yuribman dedimda, o'zimga o'zim keyin o'sha nima deydi, filosofik maqsad qidirishni boshladim-da, men nimaga bunaqa qilyapman degan narsani уже savol berib, hayotga nimaga keldim, уже boshqa taraflardan ketishni boshladi-da, уже missiyamizni topdik, bo'ldim, mana bunaqa ekan, indan keyinchi degan savolni beraverdim-da o'zimga. Xo'p, birinchi top golim ma'lumdan keyin qaror qabul qilganimdan keyin bo'ldim multinational, ya'ni mnogonatsionalniy katta kompaniya quraman deganimdan keyin 50 ta davlatga eksport qilish edi. Hozir ketyapmiz. Men o'ylayman, hozir 2 yil ichida shunga yetamiz. Undan keyin. Men unga yetishmasdan turib, hali 10 ta davlatga sotmasdan turib, men o'sha 50 taga yetib bo'ldim, undan keyinchi degan narsa bo'lardi menda. Keyingi etapimiz qaradimda, chunki meni sohamdagi oldin boshlagan kompaniyalar sekin уже topiga yetib, aytdim-ku, уже samolyot uchgandan keyin qo'nadigan payt. Biz ularning nonini emas, ularning klientini sekin ular bizga kelyapti, alternativada qarayapti. Olishni boshladik. Uzoqda meni ham bir kun shunaqa kunim keladi-yu, men hozir samolyotimni uchiraman, maqsadim uchishdan deyapman-da.
tepaga tushib qanaqadir narsa bo'lishi kerak deyapmanda. To'q shunaqa narsa bo'lmasin deb turib qarasam hozir men doktorlarni o'qitamiz hamda bu yoqda. Именно o'sha neyroxirurglarni yo ortopedlarni. Ularga narsa sotsak, qarasak bizda faqat shu klinika yo'q ekan. Men aytdim, to'xta dedim, odamlarni davolamayotganmiz xolos. Dedimda, keyin bo'lmasa davolash hozir litsenziya oldik yaqinda, qo'ydim. Med turizmdan boshladik. O'sha keyin bo'lmasa keyingi missiyamiz, xudo xolasa shunga ham qarab ketyapmiz. Davlat tomonidan ham bizga yordamlar berishyapti, xudo xolasa. Nimaga men buni ofitsialni aytyapman? Chunki bu xalqqa ketadigan narsa bo'layotgani uchun. Ko'pchilikni agar aytaylik, misol uchun O'zbekistonda har xil misol uchun ko'z klinikalari, tish klinikalari boshqalar bor, lekin bel klinikalari yo'q. Bel yoki boshqa bo'g'im klinikalari. Shuni Koreyani doktorlarni olib borib, chunki bizda hamma networklar bor bu yoqda. Polni koreyslar bilan ishlaymiz. Koreys doktorlar bizni fakultetlarimiz o'qitib beradigan professorlarimiz ham biznikini produktimizni rivojlantirgan doktorlar bo'lgani uchun ularni olib borib turib, shu yoqda o'zbek xalqini davolaydigan klinika, set klinika klaster uslubida hozir har bitta viloyatga sekin-sekin qiladigan bo'lyapmiz. Xuddi shunaqa qilib turib, bu qanaqa katta missiya-da. Undan keyin уже nima deydi? Siz ketganingizdan keyin ham legacy deydi-yu. Xuddi shu narsa nechtadir klinika, nechtadir odamlarni davolab yuradi. Bo'ldi. Meni missiyam demak, mana boshida qaytadigan bo'lsak, GMdan, avtoindustriyadan, meditsinani ham har xil turlari bor. Belgiga tushib, demak bu meni soham ekan, meni missiyam ekan deb turib o'zingizni topib olishingizda. Shunday. Xuddi shunaqa bo'lib turib, biz hozir o'sha missiya bilan hozir minglab odamlarni dardiga davo bo'lish maqsadida shuni orqasidan yuribmiz. Bunga ham men o'ylayman, bu xudo xolasa agar shunaqa ketadigan bo'lsak, hozir ya'ni hozir ham meditsina jihozlarini sotyapsizlar, eksport qilyapsizlar, hamda o'sha meditsina jihozlarini ishlatadigan kadrlar ham o'qitib tayyorlab beryapsizlar. Ya'ni full option shunaqa deydimi? Ya'ni ekosistema. Ya'ni boshidan oxirigacha, ya'ni bu degani bemalol klinika ochib, klinikani boshidan oxirigacha hammasi bilan ta'minlasa ham bo'ladigan ma'noni tushunyapman-da. Masalan, hozir deylik, men O'zbekistonda deylik Begobodda masalan klinika ochaman desam, joy olsam, klinikani qursam bo'ladi masalan, to'g'rimi? Обязательно. Eng qizig'i bilasizmi? Hozir bizning sohamizni o'zi ham menimcha hamma biladi. O'tgan safar o'sha Farg'ona viloyat hokimi kelganda chaqirishdi, borib gaplashdik. Bo'ldi, kelinglar, joy beramiz, hamma narsalarni qilib beramiz deb aytishyapti. U yoqda u hokimimiz aytgan narsalari bu hozir bel og'rig'i pandemiyaga o'xshab ko'payib ketdi. Nimaga desangiz, odamlarni hayot tarzi o'zgardi. Ya'ni hamma o'tirib ishlaydigan bo'ldi. Keyin yana bitta faktor, odamlar uzoq umr ko'rish boshladi. Ya'ni bu degani, misol uchun badanimiz bitta как mashina desangiz, faqat u mashina almashtirib bo'lmaydi. Faqat bir marta o'shani olasiz, faqat shu mashinada ketasiz umringiz oxirigacha. Ya'ni bu mashinangizni eskiradigan joylarni payvandlash kerak, boshqa qilish kerak. Ya'ni belga bo'lgan, belni davolashga bo'lgan talab ham katta bo'lib ketyapti. Nondagi non yeysiz o'zbeklardan xuddi shunaqa narsa bo'lib qolyapti. Shunga endi men xohlardim shu bizga odamlarni ish tushmasligi uchun. Lekin hozir O'zbekistonda bunaqa infrastruktura почти yo'q. Nimaga desangiz, hamma joyda multiprofilniy klinikalarga borishadi. Keyin общий shkola yo'q. Bizning maqsadimiz shu Koreyani shkolasini, hozir Koreyada ChatGPTdan qarasangiz ham umurtqa bo'yicha Amerika emas, Germaniya emas, Koreya nomer 1. Bu agar o'zbek xalqi shunaqa katta eng nufuzli texnologiyani o'zbek xalqi ishlatsa qanaqa zo'r. Albatta. Biz mana shu oliy maqsad qilib qo'yib oldik, shu maqsad yo'lida ishlayapmiz. Bir tarafdan qiyin aytganimdek tepaga chiqyapmiz-ku.
raketa ham bilsangiz eshitgansiz 80% toplivasini tepaga chiqib orbitaga chiqqungacha ishlatarkan 20%ni mo aylangungacha. Hozir bizda ham xuddi shunaqa anaqa ketyapti, stadiya ketyapti. Xohlasa hozir bu nozik har doim bir so'zlarni eshitsam bir nozik joylari borda. Masalan deylik, ko'pchilik O'zbekistonda doktorlarni bularni maqsadi faqat pul ishlash deb o'ylashadi-da. Bu betda hozir puldan ko'ra men tushunishim Azizbekni niyati, maqsadi именно O'zbekistonda eng katta muammolardan bo'lgan o'sha bel sohasida. Chunki u muammo bo'lgan o'zi, kelib bo'lgan o'zi. U davom etyapti va ko'payyapti. O'shani oldini olish uchun va o'sha inson sog' salomat baribir belda endi uni bel sog' salomat ishlab kimdirni otasi, kimdirni onasi, kimdirni akasi, ukasi, ayoli, ya'ni sog' salomat bel endi uni baribir har bir insonni to'g'ri haligi sen bunday qilishing kerak, to'g'ri yashashing kerak, to'g'ri o'tirishing kerak deb tarbiyalash qiyin masalada baribir qandaydir. O'shaning uchun baribir sog'ligini olish uchun, ya'ni haligi bu Azizbek bel yaxshi odam chaqirib seni belingni almashtirish kerak degan niyati yo'q. U bel odam o'zi keladi, meni belim to'g'rilagin deb. Endi dori yozib berish yo'q, ya'niligisi yo'q. Dorini olasan yaxshi bo'lib ketasan deb. Haligi maqsad chiroyli bo'lgani uchun men shuning uchun Azizbekni chaqirdim. Zo'r bo'lyapti. Hozir demak, mana hozir nechta mamlakat уже e'tibor beryapman, kuzatib olyapman. Instagramda ham, haligi boshqa TikTokda ham juda ko'p mamlakatlarda, juda ko'p joyda borib, o'sha joyda borib nafaqat o'shani ko'rsatib, men hozir maza qilganim, apparatim bor, buni apparatni olsang zo'r bo'ladi emas, o'sha joyga borib, o'sha apparatda, o'sha operatsiyada qatnashib, o'sha mamlakatda operatsiyasida qatnashib va u natijasini ko'rsatish kerakligini ko'ryapman. Shunday bo'lyaptimi? Mahmud aka, bitta narsa, men boshidanoq limit qo'ymaganman-da boshimga. Umuman mana shu universitetga kelganda ham, misol uchun Westminster turistlikka ham kirmagan universitet edi men kelganimda. Bu yoqqa keldim, ana o'zbek o'rtoqlarimiz, akalarimiz borardi. O'qish qiyin, bunaqa deyishdi. Endi chunki Koreada o'sha paytda top 100 likka o'sha paytda 89-o'rinda turardi, biznes shkolasi dunyo bo'yicha. Turistlikka kirmagan 89. Katta-yu anaqasi. O'qish sistemasi har xil bo'lish kerak, boshqa bo'lish kerak. Prosta kirdim, prosta eshitman o'ylamasdan dayshi bosib turib, boshqalar qiynalgan fanlardan ham yaxshi narsa. Limit qo'ymaganman boshdan. Endi qarang, bu sohaga kirganda ham, men Koreyani o'zida ham bor. Shu nima deydi, bizni konkurentlarimiz. Men ularni o'ylaganim yo'q. Men Amerikada konkurentlarni o'ylashni boshladim-da. Texnologiya, know-how, Koreya nomer 1. Koreyada ishlatilayotgan bo'lsa, nimaga u yoqqa mumkin emas deyman. Meni kompaniyam Koreyada, nimaga u yoqqa mumkin emas? Bordimda, men misol uchun koreyslar chetga chiqsa, o'zini noqulay ham his qiladi, boshqa qiladi. Aytadi-yu, nima deydi? Tavakkal qilib, shu yoqqa borib, bo'lsa bo'ldi deb turib, yo'qotadigan narsamiz yo'q. Hamma logikani bundoq qaraysiz. Endi juda ko'p o'ylab olsa ham bo'lmaydi. Nomer 1mi soha bo'yicha shular ishlatyaptimi bu tovarni? Sifatlimi? Yana bitta narsasi bor, meditsina qilayotgan ota-onangizga ishlatardingizmi? Ha, o'zimga ishlatardim. Ha. Why not? Nimaga yo'q? Bo'ldi shu yoqqa bordimda, amerikalik doktorman, boshqaman, yana koreyslarning o'zida zo'r bo'lsa ham, shuni bilsa ham aytadi, nima deydi, ozgina ichki turgan joyi deydi, biz aziyatlar qanchalik urinsak ham mana anaqalar deydi, pegin deydi, ana oq odamlar, ya'ni oq o'sha белый пока не начнут, bu katta narsa bo'lmaydi deb aytardi. Lekin hozir o'zi u narsa menda yo'q bo'lganiga, shu limitni o'zi qo'yib olganda, u narsani olib tashlaganimga limitni bordim. O'xshab hozir Avstraliyaga ham sotamiz. Men aytaman, Avstraliyaga ham sotamiz desam, bu menga o'zi znak kачество bo'lib qolganda, Avstraliyaga ham sotsa bo'ldi deydi. Boshqa aziyatlar o'zi anaqa papicham kelyapti. Bemalol ko'rishib aytaman, CEOsi, Armetni CEOsi deb ko'rsatib anaqa qilishadi. Limitni olib tashlaylar. Limitni qo'yish kerak emas. Yaxshi tovar topib, o'sha hidden gem deydi-yu, yaxshi tovar, o'sha yashirilgan
sifatli tovar, o'zingiz ham iste'mol qila oladigan tovar topib, Koreyada yurgan bo'lsangiz, o'sha narsani chiroylilab marketing qiling. Misol, o'sha Arnoldning gapi bor-da. Men koreys industriyasida topgan narsam shu bo'ldiki, senda zo'r produkting bo'lishi mumkin, lekin marketinging yo'q bo'lsa, bu senda hech nima yo'q deyapti. O'shani Fred Turner aytgan ekan bu narsani ham aytadi. Early to bed, ya'ni ertaroq uxlaylar, ertaroq turinglar, keyin marketing qilinglar. Marketing agar produkt yaxshi bo'lsa, o'zingizga, o'zingiz otingizga ravo ko'rsangiz. Bu nima deydi? Tagida unaqa ko'p narsa yotmayapti. Просто borasiz. Agar yana boyaga gap qaytaman. Men maqsadim boshdan pul topish bo'ladigan bo'lsa, уже nima deydi? Pul cho'ntakda bo'lishi kerak. Agar bu yoqda bo'ladigan bo'lsa, уже bo'ldi, ketdi. Maqsad katta bo'lib, kimnidir nechta millionta odamni hayotini o'zgartirsangiz, millioner bo'lasiz. Misol Amazonga o'xshab, o'sha menimcha Bezos aytganda adashmasam, milliardta odamni hayotini o'zgartira oladigan infrastruktura tuzsang, milliarder bo'lasan. Xuddi shunaqa narsa bilan produktingiz shu muammoni yechimini hal qilsin bo'ldi. Ammo hozir men ko'p o'zbek anaqalarni bilaman, nima deydi? Aytdim-ku, o'zida shu ishlashi bilan bitta bemalol kompaniyani boshqa duxi yetmayapti deyman. Mana oddiy aytaylik, mashinalar chiqaradi, boshqa qiladi tam. Lekin kimnidir qo'lida, misol uchun o'sha mana sen ham eslaysizmi, boshda kebab ochganida men o'shani saksasini, ya'ni yutug'ini ildizida o'zbek bolalar bor deb o'ylayman. Chunki ular boshda qanaqa qilardi? Hozir biznes keysga kirib ketib qoldik, o'sha ikkinchi anaqasi bo'lganiga. U Turkiyadan odam olib kelardi. Ularga viza qilib beradi, joyini arendasini qilib beradi, katta oylik to'laydi. Ular keyin kechasi Aur Sejonga bolalari keldi 2014-2015da. Ish qidirish kerak. Ular ham to'g'ri, ularga ham foyda bo'ldi. Qorni to'q bo'ldi, issiq joyda. Lekin o'shalarni kuchi bilan qarasa, ular mehnatkash, o'zbek bolalarimiz aytyapman-da. Qo'lidan nimadir aytib, misol uchun, nimadir ishon topshirsangiz, o'shani qila oladi, mas'uliyati joyida. Ularga viza kerak emas. Uy ham kerak emas. Katta oylik ham kerak emas. Katta oylik ham kerak emas. Keyin ular stabilniydi. Misol uchun, qancha desa, xo'p deb ishlab beradi, ko'proq anaqa qilib ketdi. Shundan keyin tochka. Ular keyin anaqa bo'ldi. Endi shuncha yurding, kebabda boshqa qilding. Nimaga o'zingniki? To'g'ri, har xil narsalar bor, pojingim, boshqasi, lekin qidirsa topiladi. O'sha narsalar. Lekin o'zi hozir bitta ikkita akalar bor. Men misol uchun o'qdim, 7 ta adashmasam. 7-sini biz regionda ochdilar. Men xursand bo'ldim. Gaz, polniy gaz berish kerak. Boshqa narsa yo'q bu yoqda. Chunki yo'qotadigan hech nima yo'q-da. O'zingizni pulingizni oling, hech kimdan qarz olmasdan, boshqa qilmasdan ozgina topdingizmi? Pulsiz ham ishlasa bo'ladi-da. Misol o'sha o'zingiz ishlayotgan joyingizda ozgina, misol uchun men o'zimni oyligimni qanchadir qismini bittasiga berardim, O'zbekistonda menga o'sha nimadir qilib berardi. Ya'ni oylikdan oylik to'lardim. Qo'ng'on qaytganda. Lekin ishlaylik, o'zingiz pulingizni riskovat qilib, sekin qilib 1-2 to'rt qilib shunaqa qilib turib ishlasangiz bo'ladi. Bu anaqa yo'q, muammosi yo'q umuman-da. Keyin mana ozarbayjonliklarga, boshqalarga ham mashinalarni ko'rib berib, boshqa eksport qiladiganlar bor. Bo'ldi, ko'r bo'lding. Nima qilasan 5 yillab ishlab? Bo'ldi. Chiqinglar, o'zingizlarnikini qilinglar. Bu yoqda kompaniyada просто tirikchilik uchun yashash kerak emas, Koreyada. O'shani nima deydi? Filosofiyaga yana beriladigan bo'lsa, Dog'istonlik Rasul Gamzatov degan odam aytganda, qachondir seni nima deydi, chetda yurganingda, sen chet elliksan deb betingga soladi degan gap bor-da. Biz где родился, там и пригодился deydi-yu. Shu narsani o'ylash kerak-da. Shu men 5-4 ta insidentlar bo'ldi. Men hozir bu yerda aytib o'tirish kerak emas, aytdim. Biz bu yerda chujoymiz. Shu narsani hech qachon esingizdan chiqarmasdan, nima deydi? Kun o'tishiga yurmas kerak-da Koreyada. Bu yoqda imkoniyatlar bor, o'rganinglar, o'zinglarning
aniq nima deydi, qanaqadir empire deydi, o'sha imperiyalarni quringlar. Yoki agar bo'ldi, ish topolmayapsizlarmi yoki bu yoqda nimadir oldinglarmi, o'zingizdan biznes qurishga joy unaqa bo'lmayaptimi? O'sha narsani O'zbekistonda qilsa bo'lardimi? Bo'ldi, o'sha misol yana bitta o'zim underestimate qilgan degani qilgan bitta holatim bo'lgan. O'sha TechPay'dan keyin deliveryda men dispatch bo'lib ishlaganman. Dispatch bo'lib ishlagan paytimda u paytda delivery O'zbekistonda yo'q edi 2016-yilda. Keyin uni qisman chiqqan. Biling, mana shu O'zbekistonda, Toshkentda qilsa zo'r bo'lardi, unaqa deganman, bunaqa degan. To'xta, men aqlli emas turman. Agar nima deydi, bu narsa yaxshi bo'lganda boshqalar qilardi deb turib o'ylaganman-da. Mana anaqada. Akasi aqlli bo'lgan ekanman. O'zingizlardan ancha ko'p savollar qo'ymas kerak ekan-da. Men hozir endi 30 dan o'tgandan keyin o'sha narsalarga kelar ekansiz, juda ko'p o'ylab yorib, tamali o'zini o'zi ko'p haligi nima deydi, logikasi to'g'ri kelyaptimi? U tochkasi bilan bu tochkasi boring bo'ldi. Men o'sha paytda qilishim kerak edi. Endi men hozir xursandman o'zim yo'limdan boshqadan. Endi har xil industriyalarda ishlab ko'rganimga, ya'ni deliveryda mayli unaqa ko'pgina bo'ldi, o'shani ochinglar yo boshqa qilinglar, nimadir ideyalar qilib turib O'zbekistonda qanaqadir nima deydi, kichkina bo'lsa ham предприятиялар qilinglar. Aytganday, bu yerda yana bitta narsa bor, menimcha o'sha har bitta bolani ota-onasi ham, aka-ukalari ham gazini bos, agar aqling yetsa, agar o'rgan, haligi oxirga boshladingmi, o'yladingmi, bos deyish kerak-da degan bir haligi maslahat ham berardingmi deyman-da. Absolutно, 100% qo'shilaman. Ota-onaning roli katta bu yoqda. Yaqinda bitta o'sha Alisher Isayev gapirdik-ku, anaqa podkastlarni ko'rib qoldim. Nima deydi? Qayerda tug'ilib o'sganingiz ham faktori katta. Misol uchun, haqiqatda o'zimizga och qorning tinch quloqing degan har xil maqollarni ham qilganmiz. Miyangiz qanaqaligi, qanaqa limit qo'yilganiga ham bog'liqda. Misol uchun yana bitta narsani zo'r aytishdi, u miya haqidagi bo'lgan podkastida. Zemlyak, kстати, Davron Turdiyev eshitganmisiz? Miyani anaqasi bo'yicha ekan. Men ko'rib turib aytishyaptiki, o'sha miya haqida, miyada endi biz qanaqa ko'pgina informatsiyani o'qigan bo'lsak, misol uchun hozir eng zolotoy время mana shu 20 yoshli 20s deydi inglizlarda, 20 talik, 20 dan 30 gacha bo'lgan vaqt, 20 talik, 30 dan 40 gacha, 30lik, 40 20likda bo'lgan narsa eng zolotoy payt bo'ladigan bo'lsa, o'sha yerda nima qanaqa ko'p informatsiya yoki opit qilgan bo'lsangiz, o'sha sizni keyingi keladigan ideyalaringiz o'sha haqida bo'ladi-da. Faqat ya'ni bular mana Mendeleyev jadvalini tuzgan odam bir kun uxlab turib qilib qo'ymagan deyapti-da. 15 yil undan oldin kimyo o'qigan deyapti. Ya'ni siz hozir qilib yurgan ishingiz sizda o'sha ideya bo'ladi xolos-da. Ya'ni o'shaning uchun ham qimmatli vaqtinchalik narsaga aralashtirmaslik. Endi ota-ona deganda, men 20likni nimaga biz kuydirib yuborayotganimiz bitta katta sababi ota-onalarimiz. Men misol uchun Namangandan juda ko'pchilik kelgan bilasizlar, anaqada, Sejongda. Universitetdan kelganda, Namangan kichkina shahar. Ketdi, men gapda o'tirsangiz, men kelardim, men 2000 jo'natib, bu 3000 jo'natib, men aytaman, keyin o'shandan bir $500 so'rab ko'ring, qarz berarmikin deyman. U bolalarni o'sha solishtirishni boshladim, ketdi-da. Ularni anaqasi maksimumi shu bitta chiroyli uyni, yangi uy qurish mayli, u keyingi leveldir. Remont qilib turib, zo'r to'y qilib turib, mashina qo'yib. Nekinchi? Nimaga u yoqqa kelish shart emas, bu yoqqa kelish shart emas Koreyaga, u anaqa qilish uchun. Kattaroq o'yinglar, ota-onalar, bolalaringlarni bu yoqqa nima deydi, ularni potensialini sizlar 1% ham ocha olmayapsizlar hozir. To'g'risi. U sirazu solishtirib, nima keragi bor uni solishtirishni boshqasidan? Bordinglar, men misol uchun maza qilgan joyim, o'qigan paytimda men kuzatardim. Men juda ko'p kuzatuvchi, analizni ko'p qilaman-da. Endi Toshkentda bu yoqqa kelishdan oldin 4 yil ham o'qib keldim-ku. Bu yoqqa keldim. Toshkentlik bolalarni juda kam arbayt ham qilmaydi. Shunday. Ular ota-onasi sen faqat o'qiganmasanga nima pul topdingmi deb turib so'kib beradi. Biz vodiy bolalari yo boshqa viloyatlar bolalari shu arbayt.
o'zinglarni baraka topinglar, qorninglarga yetadiganini topinglar, bo'ldi. Hozir mana shu 4 yilda agar chidab o'tib bersanglar, agar yana aytaman, kritik bir sostoяние nimadir bo'lmasa, uyda kimdadir kasal bo'lib, boshqa bo'lib, nimadir qanaqadir qiyin sharoit bo'lmasa, ishoninglar bolalaringlarga, agar ozgina sizlar bos o'g'lim deb bersanglar, qanaqa ular rezultatlar ko'rsatadi. Undan keyin u hozir mamlaqa ketaveradi-da, u pedal qilsa. U keyin rishot mamlaqa anaqa bo'lib ketadi. Qaysi biri yaxshi? Keyin yaxshi bo'ladi. Men misol uchun o'zim ham shaxsan ham bilaman-da shu bolalarni. Shu PhD qilib turib, PhD degani bu men misol uchun bakalavrdagi magistraturadan keyin bu doktorskiy programma, oldin aspiranturadirda, o'shani o'qib turib, nimani uni olishgani sababi vizasi uchun olib turib ovqat tashib yurishibdi. Endi to'g'ri, hammani sharoiti bor, boshqasi bor. Men buni ularga yana aytayapman, haligi nima deydi? Judgmental bo'lib boshqa qilish emas, lekin bugun Mahmud aka chaqirganlarda foydasi tegsin. Nimaga bo'lyapti, nimaga bo'lmayapti? Kelinglar gaplashamiz, choy ichamiz. Nimaga sizlarda nima bo'lmayapti? Nimaga bo'lmayapti? Qanaqa holatda sizlar razbor qilamiz? Bu eng asosiysi, misol uchun endi bitta narsada bular kamida 4-5 million topib yuribdi. Bu ishga kirsa, agar tekstlardan keyin bir 2 million, 2,5 million oladi. Bunga bu yo'q, karisi so'kishini eshitamanmi, boshqa qilaman deb yana bu yoqqa ketib. Lekin pul uchun emas, o'sha yana o'qish paytida ham birinchi o'rinda shanba yakshanba ishlaydi, bo'ldi. Undan tashqari men bu ish paytida oylikka faqat shu expense deydi-yu, xarajatlaringizni qoplash uchun ishlatinglar, bo'ldi. Ana pul topish uchun deb o'ylamang. Opit uchun agar qiladigan bo'lsanglar, keyin o'sha opitlardan tezroq chiqib turib bitta nimadir qiladigan bo'lsanglar, Koreya hozir nepahne pole. Ko'p juda shunaqa imkoniyatlar. Tashqariga bemalol sotsangiz bo'ladi. Faqat uyalmas kerak. Qanaqadir hozir 24-nima deydi? 2025-yil, 2026-yilda agar biznes owner bo'lsangiz, shu kompaniyada 100 bo'lishingiz kerak edi. Menga ham qiyin bo'lyapti, lekin sekin-sekin уже chiqib, shu nimadirlarni qilib, kimdir nima deydi degan anaqa holatlarni yig'ishtirib turib, endi har xil bachkanali anaqa emas, lekin shu kompaniyani reprezent qilib, misol uchun moshina sotasammi yoki kosmetika sotasammi, o'shani uyalmasdan polностью produktni aytib, chiroyli agar odamingizga, o'zingizga ravo ko'rgan produktni chiroyli qilib turib ko'rsatib bera olsangiz, nimaga sizga o'xshamaydi? Hozir Azizbek zo'r gaplarda aytdilar. Maqsad, misol uchun oddiy misol keltiradigan bo'lsak, men nahorga, to'yga bir mehmonga chaqirishdi-da. Men hozir bir o'zim borsam boshqachada, Azizbek bilan borsam, ikki kishi borsa, ikki kishi bir bu yoqda restoranim bor, bu yoqda kompaniyasi bor desa, men borgan joyimda men g'urur tuyaman-da, ya'ni men mazza qilaman. Men bitta restoranim bor emas, mana yonimdagi. Va xuddi shunday boshqa vatandoshlarimiz, millatdoshlarimiz ham o'sha ko'pchilik bo'lib borsak, ya'ni ko'pchilik bo'lsak, ya'ni maqsad qayerdir borish emas. Maqsad o'zbeklar ham hozir Azizbekni mana shuncha dunyoda yurib, mana o'zbek shuni ishlar qilyapti, operatsiyalar qilyapti, shunaqa narsalar olib kelyapti, Koreyadan o'zbek olib kelib kelyapti degan so'zni o'zi, qarisni o'zi qilolmagan ishni Azizbek qilgani o'zi bir odam mazza qiladi, g'urur tuyadi. Va xuddi shunday, masalan, men ham mana necha elchixonalarga, qancha tadbirlarga oshlab boraman, qancha chet elda yedi, ovqat zo'ragan, rahmat deb o'zbeklikdan g'urur tuyadi-yu, elchixona ham rahmat Mahmudaga deydi. Ya'ni maqsad shuda, ya'ni bu hozir podkastimiz ham maqsadimiz shu, ya'ni vatandoshlarimiz ham boshqa musofir yuribdi. Eng qizig'i o'sha haligi hozir nepahni yer degani haydalmagan yerlar turibdi-da, qancha hosil bo'ladigan yerlar turibdi. Shunga birlashsak, ya'ni bir qanaqadir qilsa, maqsad bir insonga haligi Rasul sallam so'ragan insonlar yaxshi qaysi deganda, boshqalarga manfaatli bo'lganligini deganlarda, xuddi shunday maqsad shu, manfaatli bo'lish. Yana qanaqa gaplar qolib ketdi? Yana bir
bitta narsa bor yana Mahmud aka. Bu life hack desa bo'ladi. Endi bitta life hack ham berib o'tib ketishimiz kerak bu. Men boyatdan beri aytyapman, menga juda oson deb aytyapman. Endi oson deganda balki shu anaqamga o'rganib qolgandirman. Eng asosiysi mana boya reklama haqida ham aytdik-ku. Nimaga u early to bed deyapti, ertaroq yotinglar deyapti. Misol uchun O'zbekiston bilan 4 soat farq bor-ku. Menga bilishadi, uydagilar kechqurun soat 10-11 dan keyin qilishmaydi. Men olmayman. Agar kritik nimadir bo'lmasa, men telefonim keyin doim anaqa don't disturb mode deydi, hali bezovta qilmang. 2 marta, 3 marta qilsangiz keyin ochib yuborishi mumkin. Uyqu eng muhim narsa, uxlash kerak. Ertalab turib o'sha narsani qilsangiz bo'ladi. U uydagilar bilan 4 soat, 2 soat gaplashib o'tirmasizlar. Bu yoqda missiyaga kelganinglarni bilib, misol uchun soldat bo'ladi, armiyskiy rejim qilish kerak edi bu yoqda. Bir. Ikkinchisi doim misol uchun telefonga yozarsiz, boshqa qilib kelaman deb ruchka bilan qog'oz olib turib, bitta qilib ko'ringlar. Yil boshida ruchkada qog'ozga planlarni yozinglar. Qanaqa o'xshab qoladi bilmayman, lekin o'xshab qoladi mana. Mayli. Bunda qanaqadir magic bor. Nima deydi magic o'zbek tilida? Sehr bor. Sehr borda. Shu narsani qilib ko'ringlar. Keyin misol uchun har xil podkastlarni ko'rasiz, boshqa qilasiz. Keyin o'sha ertalab turgandayoq sirraz telefonni olmasdan turib mana meditatsiya qilasiz. Misol kimdir namoz o'qiydi, kimdir yana har xil duo qiladi, zikr qiladi. Mana affirmatsiyalarni ham qilish kerak. Affirmatsiya degani misol uchun o'sha o'ziga o'zi aytsa, misol uchun miya eng tupoy anaqa вещество deyapti, anaqada o'sha podkastda. Eng umniku desangiz, eng tupoy deyapti. Keyin bundan qarasangiz, unga amerikanlarning stilini o'rganib chiqdim. Endi menda ham qachondan o'xshadi? 2021-yildan beri o'xshashni boshladi shu narsa. Shu qog'ozda yozib boshqa qilishni boshladim. U ham bitta kinoni ko'rdim. O'shani agar ko'rishsa, Secret degan kino. O'sha Secret degan kinoni 7 marta ko'rish kerak. Kamida 7 marta ko'rish. Qachon meni like qiladigan bo'lsa, o'shani ko'rgandan keyin bo'ldi, yozishlar boshqasi. 7 marta ko'rishsa agar bu qanaqadir duoga o'xshab 1000 marta buni aytgan bunaqa deyman. Просто примерно men o'zimda bo'lgan narsani hazm qilish uchun. Shuni ko'rsa, u yoqda endi amerikanliklar men bizda musulmonchilikda bo'lgan narsalar uni universe deb turib, tam vселенная deb aytganda, ya'ni bizda bo'lgan narsalarni musulmonchilikda уже aytib o'tilgan narsalar bular dunyoviy qilib turib, misol uchun ertalabda turish, turadi. Misol hammasi 4da 5da turyapti-da, qarang. Undan keyin o'sha ertalabda turgandan keyin affirmatsiya qilib, anaqa tishini tozalagi borgungacha deyapti, hamma narsaga rahmat aytaman deyapti. Shu благодарный bo'lsangiz, birinchisi o'sha ertalab turganingizda o'sha rahmat, bunga rahmat aytaman deyapti. Даже o'ziga bitta tosh ham qo'yapti, rahmat toshi deb. Shu bor narsaga shukr qilinglar. Bor narsaga misol rahmat deb turib, bunaqa ko'p narsa kerak emas ekanda, misol odamzodga agar turgan bo'lsangiz, yegan ovqatingiz bo'lsa, kiygan kiyimingiz bo'lsa, u butun dunyo bor degan sahih hadislar bor deb aytgan. Ammo hozir diniy narsaga ulashni niyati yo'q. Turgandan keyin o'sha rahmat aytib, keyin o'sha affirmatsiya o'ziga o'zi aytish. Shu YouTube'ga ham yozsa ham chiqadi. Ya'ni o'zingizlarning miyalarga o'sha tupoy вещество degan joyiga o'sha kirgizinglar. Ko'p nima deydi? Bu dunyoda ko'pgina resurslar bor. Hammaga yetadi, menga ham yetadi, menga ham beradi degan narsani o'ziga aytirish kerak ekanda odam. Keyin заниматься qilish kerak. Обязательно sport bilan заниматься qilish kerak. Shu ko'p narsa emas-da, endi olib qarasa. Keyin bu o'zingiz qo'yasiz bu narsadan. Shu yozasiz. Eng qizig'i yana bitta narsani bilasizmi? Disclaimer qilib aytib o'tib ketaman. Eng bitta yaqin akamiz bor edilar. Ularga shunaqa успешный biznesmen, o'sha hayotda mana narsalar bo'ladi-da, kachelilar bo'ladi. Men o'shaning uchun bu narsalarga vaqtinchalik deb qarayman. Bir kun bor, bir kun yo'q deb. Shunaqa
pastga tushib qolganda odam o'zini yo'qotib qo'yadigan boshqa paytida shunaqa qilib turib ko'tarib, aka mana shu narsani qiling. Ha bo'ldi, bitta narsalarda ishlarda yordam berib yubordikda. Ketadigan bo'ldilar, o'sha samolyotga biletlarni olib boshqa qilib. O'sha samolyotda ko'rib keting mana shu narsani deb aytildi. Ha, dedilar, o'sha bu yoqda birinchi anaqa mushkuldan o'tildi-yu. Keyin kelganlardan keyin ko'rdingizmi deb so'radim. Ko'rmaganlar. Yo'q, men keyin ko'rgan bilan bo'lib qoldim. 7 soat O'zbekistongacha borgangacha. Agar realni nimadir o'zgartirmoqchi bo'lsanglar, mani tanishimga o'xshab turib, shuncha aytilgan narsani anaqa, chunki bu hozir ketgan ham vaqti bizni ko'rishsa agar shunaqa qilmasdan bitta shu birinchi o'rinda ruchka qog'oz olib turib, planlaringlarni yozib chiqinglar, missiyalarni qilib olinglar. Misol uchun 1 yilda ketadigan 26-yilga qo'ygan planlarni. Uy olish bo'ladimi, mashina olish bo'ladimi, nimadir o'zingizlarning shaxsiy rivojlanishinglar bo'ladimi. Undan keyin ertaroq yotib, ertaroq turish kerak edi. Keyin sport bilan zanimatsiya qilib turib, har kuni rahmat aytib, missiyadaliginglarni esdan chiqarmaylik kerak edi. Mani gapirmoqchi bo'lgan gapim shu. Xudo xolisa, albatta bu hozir juda ham zo'r gaplar bo'ldi. Hozir anaga magic dedingiz, o'sha sehr yozish, qo'l bilan yozishda buni ustozlarimiz aytishadiki, qo'l bilan yozilganda qo'lda retseptorlari va qo'lda o'sha xotirasi mishni pamyat deydi, haligi muskulni o'zini xotirasi miya bilan bog'lanib va bu narsalar o'sha miyaga bog'langandan keyin bu narsalarni ya'ni o'sha haqiqatdagi qolgani sehr bo'lib olib ketar ekanda. Kompyuter telefonga yozilsa ham bo'ladi, lekin u telefonni xotirasida qolib ketar ekanda. Inson miyasida bo'lsa haligi bo'lar ekan. Bu to'ppa-to'g'ri haqiqat. Haqiqatda vaqtni to'g'ri sarflash kerak, to'g'ri odamlarning oldida bo'lish kerak. Azizlar, men hozir juda ham xudo xolasa yaxshi suhbat bo'ldi degan umiddamiz. Yaxshi, chunki shuncha insonlar bor, Koreyada juda ko'p talabalar bor. Hammasi kelib o'qib, ko'pchilik katta yutuqqa erishishga hali biz balkim tanimagan insonlar, balkim talabalar bordir hali ko'p yutuqqa erishgan. Azizbek men eng zo'ri haligi emas demoqchi emasman, lekin Azizbek ham erishgan yutuqlari kichkina emas, chunki kelib butun dunyoga chiqib o'zbek bo'lib turib, ya'ni ham inson har bir texnika bor, mashina bor. Mashinani bitta zapchasti noto'g'ri bo'lsa, uni almashtirish oson, lekin inson bilan o'ynashi bo'lmaydi. Men o'zim meditsinani bitirganman-da, lekin ishlamayman deganman-da, chunki inson bilan hazillashmayman, o'ynashmayman deganman. Bu narsa albatta hazil narsa emas va bu yutuqlar kichkina emas va bo'lib ham hozir insonlarni boshqa joyga borib kelib, boshqa mamlakatda, boshqa millatlarning ichida, boshqa qadriyatli ichida va shu narsalarni qilib, Allohning o'zi mehribon, shuncha narsalarni Alloh qodir qilibdi. Alloh bardavom qilsin. Azizlar, shu bilan bugungi podkastimizni yakunlaymiz. O'zlaringizni, ya'ni so'zlaringizni kommentariyada yozasizlar degan umiddaman. Fikrlaringizni izohlarda yozib, xudo xolasa Azizbek, kattakon rahmat. Yo'q demay kelganingiz uchun joningiz sog' bo'lsin. Alloh ishlaringizga barakotlarni yog'dirsin. Xudo xolasa yana keyingi suhbatlarimizda yana kelib ko'pchilik bilan yana birga bo'lishimizni Alloh o'zi nasib etsin. Alloh hammamizga suhbatlarimizni xayrli qilsin. Alloh hech kimni kasal qilmasin, lekin kasallarga Azizbek ham xudo xolasa sababchi bo'lsa, o'sha yaxshi savoblarda biz ham umidvormiz inshaalloh. Alloh hammalarimizni sog' salomat qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala barakatuh. Yozildim aka.